Yaqinda bitta narsa o'qidim, sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Sizlarda ham bo'lgan, masalan, Reels'larda chiqadi-yu, sizda agar shu kasallik bo'lsa, shu simptomlar bo'ladi deydi. Va shunga o'xshagan videolarni siz oxirigacha ko'rasiz va menda ham shu simptomlar bor ekanmi, yo'qmi deb qiziqasiz. Shunga o'xshagan videolar sabab ko'pchilikda diagnostika qilinmagan ADHD, depressiya, anxiety va shunga o'xshagan kasalliklar bor. Lekin bu narsa o'z marketing desam ishonasizmi? Zamonaviy tibbiyotda dorilar odamlarni davolash uchun emas, balki yangi bemorlar paydo bo'lishi uchun marketingda ishlaydi. Bu narsa sotilayotgan kasalliklar deb nomlanadi. Oldin masalan internet paydo bo'lishidan oldin qanaqa ishlagan? Odamlar o'zida simptomni rostdan ko'radi, qo'rqadi va doktorga borib dorilarni oladi. Lekin hozir ba'zi odamlar social mediada masalan qanaqadir kasallikning simptomlarini ko'radi, o'zining holatiga ozgina o'xshasa ham o'zini shunaqa kasal deb o'ylashni boshlaydi. Soppa sog'lom odam ham potensial bemorga aylanadi. Oldin oddiy holat bo'lgan narsalar hozir kasallikka aylangan. Masalan, agar odam juda ham emotsional bo'lsa, voy, senda anxiety bor. Agar odam diqqatni jamlay olmasa, voy, senda ADHD bor. Agar odam настроенияsi bo'lmasa, o'zini yomon his qilsa, voy, senda depressiya bor deb o'rishadi. Bu ideyani Alan Cassels'ning sotilayotgan kasalliklar kitobida o'qib qoldim. Bu kitobda juda ham konspirologik teoriyalar ham bor va qiziqarli faktlar ham bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu kitob kechagina Qamar Books'da chiqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Juda ham zo'r terminologiya va qiziqarli faktlar bor.